Hey yo, barchalarga assalomu alaykum hoji akalarim. Bugun sizlar bilan o'sha Harmeniska bugun FK Mobile o'yiniga yangi o'yinchilar kelgan. Даже 122 lar kelgan jigarlar. Rodri 122, Dani Olmo 121, Simon 121, Oyarzabal 120 va shunga o'xshagan juda ham ko'plab o'yinchilar keldi va bu yerda esa Maldini 120, Marcelo 119, Simichal 119, Hazard 118, Mascherano 118 kelgan deganlar. Bugun shularga open pack qilaman. Videoga like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Esinglarda bo'lsa, mana shu yoz oxirigacha men 200 ta obunachiga erishmoqchiman. Videoni cho'zib o'tirmayman. Boshlaymiz videoda. Bismillah ta'tib ketdi. Birinchi pak. Yurmadi menimcha jigarlar. Oltin yurib ketdi. Ispaniya. Araba. Ispaniya. 118 menimcha. 120 Pedro Porro tushdi jigarlar. Mana sizlarga birinchi pakdan omad jigarlar, mo ko'ringlar. 120 over. Ayaqomi 3 ga 5 ekan. Hamma bizga bo'laveradi. Endi ketma-ket ochaylik jigarlar, ketma-ket. Marcelo'larga bitta pak. Yurmadi. Jackson tushdi, sotiladigan. Yo'q, yurmadi. 112. Endi bunga otsak 4500 taga ketdi. Yurmadi. Bunga o'tamiz. Bitta otamiz bunga. Yurmadi. Uzr, uncha internet ishlamay qolyapti jigarlar, xafa bo'lmaysizlar. Va bunga ham oltinga otamiz. Yo'q. Shu tushmayapti jigarlar. Omad uncha kelmayapti. 35. Bitta 10 ta bosib olsam video tugab qoladi. Shuning uchun 10 talik shunchaki bittalikda otaman yurguncha. Yurmadi. Yurib ketdi. Menimcha 117. Fransiya sama. Kylian Mbappe dukasi. Mbappe 115 tushdi jigarlar. Open pack davom etadi jigarlar. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bilasizlar, men ko'p videolarimda shunchaki sizlarga open pack beraman deganim yurib ketdi. Yana Germaniya, SM yana va qanaqadir klub va 116 Gotze. Bugungi pakimiz omadli kelyapti jigarlar. Ko'p videolarda bilasizlar, men obuna so'ramayman. Shuning uchun endi obuna so'rashga majbur qilyapsizlar. Vashim odam oz kelyapti jigarlar, obunachilar oz kelyapti. Kanalimga obuna bo'lib qo'yadi desam, yana walkout bo'lyapti. Ispaniya. Lama. Qanaqadir klub. 115. Sergi Darden. Yana otamiz. 4 ta qoldi va video tugadi shu bilan desam tugamaydi. Yana ketma-ket walkout bo'lyapti. Belgium, RV. Dokumas ekan. Qanaqa? Bako. Yo'q. Adashmasam to'g'ri o'qidim. Ketdi yana bir marta. Bu pak juda ham omadli kelyapti menga ham. Ederson tushdi. Birinchi pakdan da Pedro Porro desam yana yurib ketdi. Qanaqadir sati. Lukman tushdi jigarlar 117. Bu pak rostdan juda ham omadli kelyapti. To'g'risi oxirgi pakim. Yurmadi. Zato shuncha o'zlar tushdi. Endi bu yoqqa o'tamiz, uyni bosib. Bunga o'tsak klubga. Menda hamma o'zbeklar kutadigan, yaxshi ko'radigan Abduqodir Husanovim bor jigarlar. Pedro Porro tushmadi. Hozir tushib qo'yamiz. 77 sotamiz. LB sotsak 1.6.
Buni sotamiz va shukur sotamiz bo'pti. 10 o'tadi. Pedro Porro o'tamiz. Ranka beramiz bunga. Ikkita bersa kerak. Bunga o'tamiz. Birinchisi va ikkinchisi. Ranka tugadi. Skillini qo'shib qo'yamiz. Bo'ldi. Chotki. Pedro Porro tushdi. Mongose bu qayerda o'ynardi ekan? Bu ham faqat RB'da o'ynaydi ekan. Buni enaqa skillni qo'shishdan chiqib qolibdi jigarlar. Yaxshi. Bo'ldi. Hop, endi Pedro Porroga tracking beramiz jigarlar. Buni ne chiqsa ekan? Bobdan 79 qilaylik. Ket. 120 da hay. 17 bo'ldi. Mayli, kuchaytirib qo'yamiz. Bo'ldi. Zo'r. Videomiz ham 6,5 minutlik bo'libdi. Bitta bosaveramiz. Va ko'rib turibsizlar jigarlar. Mana 119 akkaunt. Hali 121 bo'ladimi? Buni sotsak 116, 115, 116, 120 bo'ladi. Buni sotamiz. Ko'rib Lukman. Kim unaqa qo'ydi? Mana o'tamiz. Tuya qolibdi-yu. Ha, bo'pti, keyingi safar. Mana sizlarga akkaunt jigarlar. Mana qo'yib ko'rsakchi. So'rmaymi, nima 38 bo'ladi. 120 o'tmay ekan. Ha, bo'pti, Lukmanni qo'yib qo'yamiz. Keyin Shukurov qo'yib qo'ysak, mana akkaunt jigarlar ko'ringlar. Chotki bo'ldi. Endi manga o'tamizda my playerlarga o'tsak, shuncha o'yinchimiz bor. Juda ham ko'p volkat bo'ldi, ko'rdinglar o'zinglar. Menda aytgancha O'zbekiston o'g'loni Fayzullayev bor. Fayzullayev bor. Hozir uni sotmayman, birinchi vaqtda qilib olaman. 20 bitta o'yinchidan 20 tasi qoladi. 20 bittasi qoldi, 20 tasini sotib 45 ta bo'ladi. 8615 ta bo'lsa kerak. Aytdim jigarlar, plaslarni hisoblashni yetib boraman. Qani 8615 ta o'zbek o'yinchisi bormikin, ha? To'p asket kerak. Ketamiz. Hali ancha davlat bormi? Mana O'zbekiston bosamiz. Va mana sizlarga 5900 taga Hamdamov bor ekan. Uruno menda bor, Shukuru bor. Endi men kimga harakat qilaman? Albatta Sholmurodovga harakat qilaman. 16 taga. Hop, endi bu yoqqa o'tsak. Video o'z nihoyasiga yetdi jigarlar. Sizlardan like obuna kutib qolaman. Video o'z nihoyasiga yetdi. Sizlardan like obuna kutaman. Kommentariyada sizlarga kim tushdi? Albatta yozib qoldiringlar, youtuberlar. Mana shu yoz oxirigacha iltimos 200 mingta bo'lasizlar bilan har men 3 bo'ldi.